Ruhomaga bitta mashina puli tayyor bo'ldi aka, xudo xolasa. Aka. Bitta mashina puli tayyor aka. Aka ikkinchi pachkasi. Aka bir so'mni hozir dollar qildiraman. 100 mingni ham pashta tayyor bo'lib qoldi, 40 mingga qilib turibdi. Qolganini ham shunday dollar qilaman aka, sirazi svязga chiqib sizga yo'lga chiqaman aka. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Samarqand shahriga tashrif buyurdik. Toyota Camry 80 avtomobilni yutgan akamizga pullarini topshirgan kelganmiz. Ilhom aka omonatingizni bergan keyfli. Assalomu alaykum. Yana bir bor salomlashib qo'yamiz. Charchamisiz? Samarqanddansiz. Qayerdan? Bamdan. Samarqand. Sal balandroq gapirasiz, mikrofon yo'q. Bamga yetmasam ben chiqaman. Bamga, mana bu tomonga turasiz. Sirtaqonga. Qanchadan berishtirasiz? Qancha bo'ldi? Endi ishonmaganim to'g'risi. Ishonchi yo'q. Ishonchim to'g'risi yo'q edi. Qoldi. Men bu ham ishlaydi. Men borib kelganman. Akamizga qardoshlar bordi. Ular berdi. 5 ta bilet oldilar. 5 ta bilet olgansiz. 73-78 dollar biletimga telefonga chiqib qoldi. Bitta ko'rsak bo'ladimi bilet? 73-78. Mana shu biletingizga chiqqan. Sizda xabaringiz bor, jo'natiladigan puldan 1% olib qolinadi. Siz Ilhom aka aytgan ekansiz, pulini olaman degan ekansiz. Mana bu yerda 39.600 dollar 1% bank hisobiga ushlab qolingan. Mana kartani sanay, ichini keyin berib sanab olaverasiz. Mana kartani sanay. To'g'rimi? Ma'qulmi? Yoqdimi sizga aytdim. Sog' salomat bo'ling. Kuzatishda davom etinglar, xudo xolasa keyingi topshirishlar ham qo'yib yuboriladi, ketma-ket video tartibida. Jahongir aka pullarini topshirdi. Qolgan obunachilar biroq gapingiz kuzatuvchilar. To'g'risiga ishonmagandim. Qatnashinglar zo'r narsalar. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana Samarqandda mehmon bo'lib, Samarqanddan to'g'ri chiqib Navoiyga keldik. Assalomu alaykum aka. O'zingizni bir tanishtirib yuborasiz obunachilar. Ismim Diyorbek, Navoiy viloyat Karmana tumanidan. Aha, Karmana tumanidansiz. Ilhomjon Pardayevich o'yinda ishtirok etgansiz. Qanday priz chiqdi aka? O'sha kuni Cadillac Escalade'mi shunaqa mashina chiqqanda. Cadillac. Qo'yilgan avtomobil. Gap yo'q aka. Akalar mana akamizni prям uyiga tashrif buyurdik. Mana uylar bu tomonga ekan. Juda ham bir lekin aka gap yo'q, qoyil ajoyib joylar turar ekansizlar. Akam qo'ymay mehmon qilaman, uyga o'tamiz, uyga boramiz deb olib keldilar. Aka mana pullaringiz saqlangan. Bekka mana 30 ming aka. Mana bu qolgani 70 ming. Uyga borib bemalol sanab olaverasiz, faqat aka ichidan 1% bank haqqi olib qolingan. Undan xabaringiz bo'lsa kerak. Ilhom aka o'zlari qolib sizga aytganlar, tushuntirganlar hammasini. Tushunadi. Iloji bo'lsa biletlaringizni bitta ko'rib qo'yaylik aka. 77-86. Siz 13 ta bilet olgansiz, ha? 10 tasini olganim, 3 tasi qo'shib berilgan. 3 ta sovg'a. Sovg'a. Aka to'g'risini ayting, bu pulga nima qilmoqchisiz? Uy boshlaganman, o'sha safar ham aytdim. Uy boshlagansiz. O'sha safar ham gap aytdi. Gap yo'q. O'zi xarajat ustida turganini o'ylanib edim. Keyin so'radi, sir bo'lmasa nima xarajat dedi. Aytgandim, aka, boshlaganman. Nima mashina? Yetmay biron Planga olishga. Mashina ko'ramiz aka shu uyda. O'zingiz nima ish bilan shug'ullanasiz aka? Shu uzun dehqonchilik. Dehqonchilik, ha? Qo'y gap. Bo'ldi, ovqat tayyorlab qo'yaveringlar deb aytavering. Bo'ldi aka. Gap yo'q aka, xudo xolasa topshirishlarni davom ettiramiz hurmatli kuzatuvchilar. Mana akamiz uyiga mehmon bo'lamiz. Xudo xolasa imkon qadar uy-joylarni ham qo'yishga harakat qilamiz. Charchamaysizlar, sog' salomat bo'lasiz. Rahmat aka. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Juda ham uzoq yo'l bosib, mana vodiyga, Farg'onaga keldik. Xudo xolasa aka, qaysi shahardamiz? Oltiariqda. Ha, Oltiariqdamiz hurmatli kuzatuvchilar. Farg'ona Oltiariqqa akamizni uyiga keldik. Akamiz Cadillac qo'yilgan o'yinimizdagi Mercedes Yeshka 2019-yil avtomobil yutib olganlar. Akamiz mashinani emas, pulini olaman deganlar uchun mana va'da olib borib topshiriladi pullari deyilgan. Startda ham, qolgan efirlarda ham.
Aka, o'yin qanday ekan? Ma'qul bo'ldimi sizga? O'yin ma'qul aka. Aha. Qaysi Tushunarli biletingizga chiqdi aka? 34-60 biletiga aka. 34-60 biletiga. Hop. Cheklarini. Siz qaysi kartaga pul tashlab bilet olgansiz? O'zbekiston kartasi. O'zbekiston kartasiga tashlab. Ilhom aka, o'yin vaqti ham, o'yindan keyin ham sizga telefon qiluvlar, yodingizda bo'lsa, narxini 2 million dollar, mashina narxi 2 million, faqat yuborib beriladigan puldan 1% bank haqqi olib qolinadi deyilgan. Biza qolgan pulni o'zingiz aytuvdingiz, iloji bo'lsa, imkoni bo'lsa dollar qilib olib keling devdingiz. Mana aka, xudo xolasa akani pullarini topshiramiz. Aka xohlasangiz ko'rib ochib sana oling. Yo'q aka, ikki og'iz obunachilarga so'zingiz aka. Obunachilarga ishtirok etinglar, hammasi ishonarli ekan. Rahmat aka. Gap yo'q. Xudo xolasa bu pulga nima niyat endi? Mashina olishmi, uylanishmi yo uylanganmisiz? Yo'q, hali uylanganim yo'q-ku. Endi nasib. Ha. Atak mashina olish niyat. Qanday mashina aka? Ko'ramiz endi nasib. Zentra. Katta bolalar mashina. Gap yo'q. Hurmatli kuzatuvchilar, videoni kuzatib boraverasizlar. Yana birin-ketin adreslarga borib, bizga juda ko'p adreslar tashlangan, obunachilar uyiga borib topshirishga harakat qilamiz. Akamizni uyiga ham keldik, mana aka. O'zlari oyoqlari ozroq nima bo'lgan aka? Singanmi, chiqqanmi oyog'ingiz? Singanda. Oyoqlari singan ekan. O'shaning uchun ham bu yerga kelib topshirdik. Aka, sizga katta rahmat. Avvalo ishtirok uchun. Rahmat, charchamang. Xudo xolasa yaxshi kunlar ko'rishaylik. Charchamang, sog' salomat bo'ling aka. Mayli aka, charchamang. Assalomu alaykum Ilhomjon aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Uydagilar yaxshimi? Ilhomjon aka, kecha bachalar ketirib berdi, 50 ming dollar. Sizlarga kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Doim yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Oilamiz bilan hammamiz xursand bo'ldik. To'g'risi kechasi ham uxlamadik ertalabgacha. Chunki tasodif yaxshi narsa ekanda. Men nima deyman? Bachalarga o'ynanglar. Chin yurakdan o'ynash kerak, ixlos qilish kerak deyman-da. Chin yurakdan o'ynashsin, ixlos qilishsin. Mana shu 3-4 yil davomida o'ynab kelyapman. Allohga shukr, yana o'ynashni davom ettiraman, qoldirmayman. Sizlarga sog'lik, salomatlik tilayman. Kattakon rahmat sizlarga. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Assalomu alaykum Ilhomjon aka, yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Yaxshi yuribsizmi? Charchamasdan. Aka, o'tgan safargi o'yiningizda 100 ming dollar pul yutib olgandim. Shuni akalar olib kelib berishdi. Ishchilaringiz kattakon rahmat, salomat bo'ling. Oilaviy o'ynab kelamiz, bundan keyin ham o'ynaymiz, xudo xohlasa. Hammaga shunday yutuqlar chiqish nasib qilsin. Assalomu alaykum Ilhom aka. Rahmat kattakon. O'yinda biz yutug'imizni oldik. O'ynagandik. Sizlarga kattakon rahmat. Yutug'imizni olib kelib berishdi. Ishlaringizga omad. Salomat bo'ling.